Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi zakaz darvozamizni bu cho'lakkali bustan çakıldık. Bu darvozamiz 250 variantda bo'ldi. Dubai pason shtam bo'lib kelgan. Qara nujovkalardan foydalandik. Listlari 1-3 qalin listdan bo'ldi. Arka taraflari kompozitni panel bilan pishib ketib berdik yana 20 metrga bosib. Qullablari rossiyskiy qullab, podshipnikli. Zamoklari million original zamokdan bo'ldi. Teylari suyli. Shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Garantiyalatib ishlab beramiz, xudo xolasa. Qullablar mina zavodskoy podshipnikli qullablar ishladi. Kraskalar mina konkret kraskadan bo'ldi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bizlardan uzoqlashmanglar, yangilik yetishda davom etamiz inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi zakaz darvozamizni Qoraqalpoq ikkala bustan olib chaqildik yana. Parsiz degan yerini. Bu darvozamizni razmeri 3 metr 260 lik variantda yasaldi. Hayti uslubunda nujovkalari kumush nujovka etib ishladik. Eshigimiz esa 1-3 lik lis etib berdik. Kraskalari dayva kraskadan bo'ldi. Zamoklari sara kilit. Eshigimizning zamoklari original zamokdan qo'yildi. Eshigimizni arka taraflarini ko'rsangizlar, shundan 20 metrga urilib konkret bo'lib turadi yana darvozamizning arkalari. Ayna listlarni abetdan keyin ikkala bustan olib chaqilib beramiz endi. Yana bitta darvozamizda bog'dan bu yoqqa. Qullablari original qullabdan bo'ldi. Pena qisib berdik yana 4 tarafidan ham. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi zakazimizni Gullan tumanida ikkala bustan olib chaqildik. 5 kimizning razmeri 1.30 250 lik variantda bo'ldi. Dubai fason tushdan bo'lib kelgan. Eshigimiz esa kontenli rezinka original qullablardan qo'yib berdik, rossiyskiy qullablardan. Eshigimizning nujovkalari qora nujovkadan bo'ldi. Shundan eshiklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Garantiyalar ishlab beramiz. Kraskalari dayva kraska bo'ldi, ZK2.